Endi bu qo'shiqni sizlar bilasizlar. 89-yilda kamolot bo'lgan Toshkentda. Shunda hofizlarning eng dakenlari shetda ishtirok etgan. Bizni ustozimiz ham mana shu konkursga qatnashib bir qo'shiq aytib oliy mukofotni olishgan. Ustozni ruhlari shod bo'lsin. Endi baribir ustozda qaytalmasak ham qo'ldan kelgancha kuylab beramiz. Marhamat. Yot uyda yar yar bo'ldi, voy alam jon jon alam. Yor o'zgaga yor bo'ldi, voy alam jon jon alam. Yot uyda yar yar bo'ldi, voy alam jon jon alam. Yor o'zgaga yor bo'ldi, voy alam jon jon alam. Yorga ohim yetmasmi, vidolashib ketmasmi? Yorga ohim yetmasmi, vidolashib ketmasmi? Yangalar hushyor bo'ldi, voy alam jon jon alam. Yangalar hushyor bo'ldi, voy alam jon jon alam. To'yga borganlar aytsin, yorni ko'rganlar aytsin. To'yga borganlar aytsin, yorni ko'rganlar aytsin. Kimga kim ko'p zor bo'ldi, voy alam jon jon alam. Kimga kim ko'p zor bo'ldi, voy alam jon jon alam. U deyapti, mendan ko'ra menga zor bo'ldi deyapti-da. Hammasi ayrilganlar shetda ekan o'zi. Mana shu skripkachi akamga ham qarshi chop qo'yinglar. Adob bo'ldi mug'allim, adob bo'ldi mug'allim. Adob bo'ldi mug'allim, adob bo'ldi mug'allim. Suyanganim
hushyor bo'ldi. Voy alam jon alam, ayriliq hushyor bo'ldi. Voy alam jon alam. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat.